Assalomu alaykum azizlar. O'tirib pirog pishirib qo'yish xayolimga keldi va boshidan olish esimdan chiqib qolibdi. Hozir esimga kelib qoldi. Sizlar bilan ham bo'lishkim keldi. Bu pirog masallig'iga ikkita tuxum soldim bugun. Ko'pincha bitta solaman. Bunga yarim litr qatiq, oddiy 1 stakan to'la, 1 stakan desa ham bo'ladi. Mana bu listga quyaman hozir. Ikkita tuxum soldim, 1 piyola shakar to'la, 1 piyola yog' va chayni suvda soldim. Va bunaqa quyuqlikda xamir bo'ladi. Va bunga endi men bexabarinidan sovoraman. 1 piyola bexavarini soldim. Endi aralashtirib olamiz. Mana listga yoyib oldim. Buni ustiga yupqa shakar qilib sepsangiz ham bo'ladi. Pishganda juda ham mazali bo'ladi. Qisir bo'lib usti. Pishganda ko'rsataman qolganini. Mana ustiga shakar sepib oldim. Hozir endi 100 tepa pasini yoqqan holatda pechda 170-180 gradusda yarim soat 40 minut oralig'ida pishadi.